Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Akalar, ukalar. Kecha Bobur Shohman Ruslanni gapirib chiqdim. Uloq o'zi zo'r bo'ldi, haqiqatda. Unaqa uloq har doim ham bo'la olmaydi. Bo'lsa ham zominda bo'ladi unaqa uloqlar. O'tgan yili vaqti zo'r qizuvdi. Undan oldingi yil ham boryapmiz, misol 3-4 yildan beri boryapmiz zomin uloqqa. Endi bu yil Ruslan yo'qligiga uncha qizimadi dedim. Hali futbol Ronaldo'siz futbol bo'lmaydi-yu. Ashana singari Ruslansiz uncha qizimadi deb aytib chiqdim. Bobur Shohni yetalaganini aytdim. Aytsam paxta qo'yapsan, omo debsizlar, so'kinishlar juda ko'p bo'pti. Akalar o'zi sizlar biror marta uloqda bir ot solganmisizlar, yig'inga, katta yig'inga kirib bir ot solganmisizlar yig'inga. Yo biror marta bir termizgamidi, yo biror narsaga biror marta solganmidilar. Endi so'kinib yozyapsizlar, bu nima keragi bor unaqa? Haqiqatda zo'rmi? Zo'r bo'lsa omadini bersin deb qo'ringlar. Unaqa gapirib so'kinib yozishni nima keragi bor? Paxta qo'yishmas, misol Ruslan, Bobur Shoh menga hech kim u, lekin haqiqatda polvon bolalar. Misol biz unchalik ot sola olmaymiz. Haqiqatda zo'rmi? Zo'r deyish kerak. Nima keragi bor unaqa kommentariyalar? Hammalaring jonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.